Umuman erkak kishida va ayol kishida majbur organizmda ishlab chiqariladigan gormonlar bor. Nima bu gormon? Ko'pchilik qabul kelgan insonlar ham so'raydi. Nima bu gormon? Nima degani bu? Bu galloy degan modda, ilmiy tilda aytganda, sodda tilda aytganda sizga aytaman, davlat tasavvur qiling, davlat o'zini odamlarini, aholini boshqarish uchun qonun chiqaradi va qonun to'g'ri chiqsa aholi boshqariladi. Noto'g'ri chiqsa aholida to'polon boshlanadi. Bizning miyamiz ham bu bitta organizm, bitta davlat tasavvur qiling. Miya hamma a'zolaringizni boshqaradi. Aholi hisobiga bu a'zolarni hisoblaylik. A'zolaringizni aholi deb hisoblasangiz, har bitta a'zoingizni boshqarish, har bitta a'zoingizni qanaqa tempda ishlashi, yuragingizni nechta udar urishi 1 minutda, nafas olishingiz, o'pkangiz 1 minutda nechta nafas olishi, oshqozoningiz qaysi vaqtda hazm qilishi, qaysi vaqtda dam olishi, buyraklaringiz qaysi vaqtda ishlashi, qancha miqdorda sidin chiqarishi, qaysi vaqtda to'xtashi, jinsiy a'zolaringiz qaysi vaqtda jinsiy gormonlar ishlab chiqaradi, qaysi vaqtda to'xtab turadi, qaysi vaqtda parchalanib ketadi. Jinsiy a'zolaringiz qaysi vaqtda qo'zg'alish kerak, qaysi vaqtda pasayish kerak. Shularni boshqaradigan, upravlять qiladigan narsa bu qonun sifatida ketadigan gormonlar. Miya o'sha gormonlar ishlab chiqaradi va bu gormonlar muvozanatda bo'lishi kerak. Agar bu gormonlar muvozanati buzilsa, hamma a'zolarni tartib buzilib ketadi. Hamma a'zolar o'z holicha ishlay boshlaydi. Bekorga aytmaydi-ku, kasal inson kelib, semirib ketgan inson qabul kelib, menda gormonal zboy bo'ldi deydi. Mana xuddi shu. Ya'ni gormonlar tartibi buzilganligi, muvozanati, tengligi buzilganligi hisoblanadi. Erkak kishida ham, ayol kishida ham hamma gormonlar bor. Ya'ni erkaklik gormoni testosteron, ayollik gormoni estradiol, ovqatlanish markaziga javob beradigan, bu haqida gaplashamiz, gormonlar, endorfinlar, bu baxtiyorlikni bildiradigan endorfin gormonlari haqida gaplashamiz bugun. Ya'ni testosteron, estradiol, prolaktin haqida, grelin haqida, ya'ni o'sha to'yish markazi, endorfinlar haqida gaplashamiz. Va bu gormonlar erkak kishida ham, ayol kishida ham bor. Shunday qilinganki, Alloh tomonidan shu narsa qilinganki, erkak kishiga erkaklik gormoni 80%, ayollik gormoni 20% berilgan. Shuni hisobiga erkak kishi erkakligini bildirib yuradi. Ya'ni ovozi durillagan, ayol kishiga qiziqqan, soqollari o'sgan, tanasida sochi ko'p, mushaklari baquvvat va ereksiya bo'ladi. Tuxumlarda urug' ishlab chiqariladi, moyaklarda. Ayollarda aksincha, 80% ayollik gormoni, 20% testosteron. Va shuni hisobiga ayollar nozikroq, yumshoqroq, emotsiyaga beriladigan, tana tuzilishi o'sha ayol sifatroq, suyaklari shunga o'xshab rivojlangan, tanasida sochlari yo'q, ovozlari nozik. Mana shu narsa bo'lib berilgan inson zotiga. Endi ba'zi bir erkaklar ham uchraydi, bu haqida yana gaplashamiz. Ya'ni gormonlari buzilgani hisobiga ovozlari nozik, negadir tanasida soch o'sishi yo'q, jinsiy a'zolari negadir qo'zg'almaydi yaxshi rivojlanmagan, moyaklari kichkina, tanasi ham ayol sifatroq. Yoki teskarisi, aksincha, ba'zi bir ayollarni ko'rasiz, soqoli bor, mana bitta mo'ylov chiqqan, erkak shoda, ovozlari ham durillagan va qanaqadir erkaklarga nisbatan taqlid qilgandek ko'rinishda bo'lib qoladi. Xo'p, endi keling testosteron haqida gapiraylik. Testosteron erkak kishiga, boya aytib o'tganimdek, erkaklik belgilarini, ayollarga nisbatan qiziqishni, erkaklik jinsiy a'zolarini ishlashini, erkaklik urug'ini, ya'ni spermani tashqariga ishlab chiqarilishini va tashqariga chiqishini, ayollarga qiziqishni, ayollarga borib aloqa qilishni ta'minlaydigan gormon. Ya'ni xohishga, libidoga javob beradi, jinsiy holatni qo'zg'alishi, ereksiyaga javob beradi. Bu gormon agar yetishmasa, xuddi shu narsalar pasaya boshlaydi. Qachon yetishmaydi? Erkak kishi, ya'ni yigit, bo'yoqlar haqida gaplashmoqdamiz. Bo'yoqlar qanday xatoga yo'l qo'ysa, bu gormon buziladi. Birinchi qiladigan xatoligi bu uyqu. Uyquni o'z vaqtida bo'lmasligi testosteron gormonini pasayishiga olib keladi va prolaktin degan gormonni ustunlik qilishiga olib keladi. Prolaktin gormoni bizga kerak emas. Bu erkaklarda muvozanat uchun qo'shilgan, ayollarda bu gormon ko'kragini kattalashtirib, homilador vaqtida kattalashtiradi va tug'gandan keyin sut keltiradi.
Erkaklarda bu gormon ko'tarilib ketib qolsa, shunday darajagacha boradiki, hattoki ko'kragidan sut ham kela boshlaydi. Hayron bo'lishadi. Chaqaloq ham hattoki tug'ilgan, balki eshitgandirsizlar, o'g'il bola ko'kragida sut kela boshlaydi. Yoki kattaroq yoshga yetgan ko'kragida sut ko'kaklari uchli bo'lib chiqib qoladi. Ya'ni ginekamastiya deydi bu narsani. Uyquni o'z vaqtida bo'lmasligi. Qachon o'z vaqti hisoblanadi? Savolga javob. 7-8 soat uxlansa, bu normal uyqu va normal uxlash vaqti hisoblanadi. Uyqu vaqti qisqaligi, uyquni vaqt demasligi, uyquga to'ymaslik bu gormonning testosteronni buzilishiga olib keladi. Shu yoshdagi erkaklar boya aytib o'tgandek, undan keyin ko'chaga chiqib ketishadi, uxlashmaydi. Soat 3-4 gacha yurishadi, kompyuter o'yinlari, gap sotishlar, quruvdan quruv gap sotishlar, zararli odatlar qo'shilishi. Endi ba'zi bir insonlar bilmadim, damogani chiqib ketishadi, sayr qilib yurishadi faqatgina. Shular hisobiga ham uyqu vaqtida bo'lmayapti. Miya o'sha chaqaloq tug'ilgandan boshlab jinsiy voyaga yetguncha 16 yoshgacha bo'lgan vaqtda ota-onasi uni o'sha 9da 10da yotqizishga o'rgangan. Sekin-sekin shu 9 yoshda uxlashga o'rgangan. Lekin faqat vaqt keldi, jinsiy voyaga yetdi, nimagadir. Endi undan keyin uxlash yo'q. Mana shu narsalar, birinchisi bu uyqu. Grelin degan gormon. Nima degan gormon? Eshitmagansiz bu gormon. Bu gormon to'yish markazini ta'minlaydigan gormon. Bu gormon, unga qarama-qarshi gormon bor, ochlik markazini ta'minlaydigan gormon. Grelin degan gormon agar vaqtida ishlab chiqarilmasa, to'yish markazi qo'zg'almaydi va erkak kishi, inson ovqatni yeyaveradi. Ovqatni ko'p yeganidan tana massasi ortadi. Vazni ko'paya boshlaydi, vazni orta boshlaydi. Vazni ortsa, harakat kamaya boshlaydi. Va bu gormon buziladi qachonki uyqu vaqti bo'lmasa va uxlamasdan yursa. Chunki uxlamagan inson unda ochlik markazi boshlanadi, qo'zg'ala boshlaydi. Ochlik markazi qo'zg'alsa, ovqat yeydi. Ovqat yegandan keyin uyqusi kela boshlaydi. Uyqusini qochirish uchun o'tiradi yana. Va buning hisobiga ochlik to'yish markazi so'nib qoladi. Ovqatim yotib olmay, ovqatim og'ir botadi, bo'kib qolmay, semirib ketaman deb ovqat yegandan keyin o'tirishadi. Ko'pchilik uxlab oladi, uyqu kelgani uchun. Keyingi gormon bu endorfinlar. Endorfinlar gormon счастья deyiladi. Endorfinlar umuman qachon ishlab chiqariladi? Endorfinlar ishlab chiqariladi agar erkak kishi jismoniy harakat qilsa. Jismoniy mashqlar erkak kishiga kerak. Jismoniy mashqlar erkak kishi uchun zarur. Chunki gormonlarni ishlab chiqarishiga jismoniy mashq juda ham zarur. Jismoniy mashq ko'pchilik sal boshqacharoq tushunadi. Ya'ni men doimo kun davomida harakatdaman deydi. Bu uydan chiqdi, mashinaga o'tirdi, kun davomida mashinada yurdi, keyin ishxonaga bordi, ishxonada territoriyani aylanib yuribdi, harakatdaman deb o'ylaydi. Yo'q, unaqa emas. Nishonlangan harakat bilan bog'liq bo'lgan jismoniy mashq bo'lish kerak. Ya'ni kun ora, dushanba kuni 1 soat, 1,5 soat, undan ko'p emas. Jismoniy harakat. Misol uchun ot chopish, velosiped minish, suzish, kardio mashqlari, fitness mashqlari, hattoki yoga ham. 1,5 soat, undan ko'p emas. Undan ko'piga ko'plik qiladi va organizmni mushoyla charchaydi. Keyin tiklanishi qiyin bo'ladi. Endi jismoniy mashqni ko'pchilik ishdan keyin, 6dan keyin qilishga harakat qiladi. Bu noto'g'ri. Qabul kelgan insonlarga aytamiz, sportga chiqmoqchi bo'lsangiz, sportga chiqadigan bo'lsangiz, 6 gacha chiqib oling. Chunki jismoniy mashqdan keyin uyqu buzilib qoladi. Uyqusi kelmaydi bu odam. Agar 8-9 da jismoniy mashq bilan shug'ullanadigan, sportga borib kelgan odam uxlayman desa, uxlay olmaydi. Chunki tana qo'zg'alib ketgan. Endorfinlar baland. Xursand, kayfiyati zo'r, yeb tashlaydi hamma narsani. Ishtaha ham zo'r. Chunki jismoniy mashq hisobiga endorfinlar ishlab chiqarilyapti. Endi bu endorfinlar sekin so'nib, qorong'i tushgani hisobiga organizmda melatonin degan gormon ishlab chiqarish kerak. Ya'ni hali aytgandek uyqu gormoni. Agar soat 6 gacha jismoniy mashqni qilib bo'lsangiz, organizm 9 gacha 10 gacha sekin 4 soat o'tish kerak-da 6 dan keyin. Shu jismoniy mashqingizdan keyin 4 soat o'tish kerak, keyin shu 4 soatdan keyin siz uyquga ketishingiz kerak. 6 gacha mashqni qilib bo'lsangiz, soat 10 larda siz
uyqu gormoni melatonin paydo bo'la boshlaydi va uyqu ishlab chiqariladi. Uyqu yuzaga kela boshlaydi. Siz uyquga torta boshlaysiz, uxlaysiz. Yigitlarda bu aksi. Ya'ni jismoniy mashq 3 soat, 4 soat bo'ladi. Vaqti 6 dan keyin bo'ladi. Ayniqsa kun issiq bo'lsa, salqinroq vaqtda qiling deb 7 da 8 da futbol o'ynashadi yoki 9-10 da futbol o'ynashadi. Kechqurungi futbol o'ynashlar tavsiya etilmaydi, sababi uyqu buzilib ketadi. Endorfin ko'p ishlab chiqariladi. Emotsiyaga berilib ketadi bu inson. E'tibor bergan bo'lsangiz, futbol o'ynagan odamda to'polon, urushgan, bir-birini janjallashgan, so'kkan holatlar ko'p bo'ladi. Chunki juda kuchli emotsiyaga berib ketib qoladi sport bilan shug'ullangani uchun. Vaholanki aksini qilish kerak. Ya'ni soat 6 gacha va 6 dan keyin dam olish kerak. Uyga peshkom kelinsa, kayfiyatli sekin yaxshilanadi, uyqu gormoni ishlab chiqara boshlaydi va yotib uxlaydi. Lekin ko'pchilik sportni qilmaganligi uchun kechqurun o'zi kech keladi va uxlolmayman onda deb shikoyat qiladi. Ushbu video Maqsad klub yopiq hamjamiyatidan olingan. U yerda biz bu kabi zamonaviy insonga muhim bo'ladigan ko'plab mavzularni tahlil qilamiz. Tanish bilish bu kapital. O'z-o'zidan kelib qolmaydi. Pul o'z-o'zidan kelib qolmaydi-ku, bu ham xuddi shunaqa. Moliyaviy kapital tiyinma-tiyin ishlab topilsa, tanish bilish ham bitta-bitta kontaktlarni yig'ib topiladi. Qadriyat va prinsiplarni tushunib yetib, biz bugungi ko'nikmamizga yetib kelamiz. Bu shaxsiy standart. Qadriyatlar umumiy biz ishonadigan ideallar, g'oyalar bo'lsa, prinsiplar o'sha ideallarga asoslangan hayotiy harakatlar modeli. Va bundan tashqari boshqa bir nechta yo'nalishlarda rivojlanamiz. Hormanglar, maqsadchilar qalaysizlar. Bir oy o'tdi, mana yana qaytib ko'rishyapmiz. Davlatlar xalq tomonidan saylangan hukumatlar tomonidan boshqariladi degan tushuncha demokratik jamiyatda tamal toshi hisoblanadi. Men Dr. Akbar Shoh, urolog, andrologman. Bugungi videomizning mavzusi ozish bo'ladi. Fikrlash qanday jarayon va ezoterik fikrlash qanaqa, egzoterik fikrlash qanaqa degan savolga javob berishimiz kerak. Agar siz o'zingizni bizni g'oyadoshimiz deb o'ylasangiz va birgalikda rivojlanish niyatida bo'lsangiz, unda sizni hamjamiyatimizda kutib qolamiz. Klubimiz oylik obunasi 88 ming so'm. Obuna ichiga shu kungacha kanalda joylangan barcha ma'lumotlar kiradi. Bu kurs emas, bu ijodimizni qo'llab-quvvatlash uchun imkoniyat. Bir maqsad atrofida birlashganlar aql bovar qilmas kuchga ega.